Do'stlar, bugun sizlar bilan YouTube'da birinchi darsni boshladik. Ya'ni qanaqa dars bo'ladi? Asosan kiberxavfsizlikda eng kerak bo'ladigan haligi zaif mashinalarni buzishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu mashinalarni buzish orqali biz kiberxavfsizlikda o'zimizni tajribamizni yanayam oshirib, ya'ni masalan oddiy holatda initial access'dan tortib to o'sha rootgacha ko'tarilishgacha bo'lgan jarayonlarni to'liq ko'rib chiqamiz. Bizga bunday kerak bo'ladi. Asosan bu yerda mana Vulnx sayti va ko'proq ishlatamiz. Vulnhub.com saytlarida tayyor bizga zaif qilib sozlangan mashinalar bor. Mana shu mashinalardan foydalanib men istagan zaiflikka mos bo'lgan laboratoriyalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bugungi ko'radigan laboratoriyamiz Vulnx saytidan hop external nomli mashina hisoblanadi. Bu Linux operatsion tizimiga tegishli. Darajasi juda ham sodda. Buni bir vaqtni o'zida VirtualBoxga ham va VMware'ga ham moslab ishlatsak bo'ladi. Bu Vulnx saytida bundan tashqari hop ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda Windows uchun, Linux uchun turli xildagi mana bu yerda darajalarga moslab qo'yilgan. Darajalarga qarab turib siz osondan qiyingacha bo'lgan qiyinlikdagi mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r mashinalar bor. Hop, bu yerda mana platformalarni tanlasak bo'ladi. Bitta tag bo'limida masalan bitta Active Directory'ga oidlarni ko'rishingiz mumkin. API'larni test qilib ko'rib, turli xildagi zaifliklarni sinab mashinalarni buzishingiz mumkin ekan. Hop, yanachi pastroq ochadigan bo'lsak, bu yerda mana CV'lar. Masalan 2018-21-yilda va 24-26-yilda aniqlangan zaifliklar uchun tayyor holatda mashinalar bor. Ya'ni bu yerda o'zingizni tajribangizni yana ham oshirsangiz bo'ladi. Operatsion tizim bo'ldi Linux va Windows. Windowsda jami 13 ta, Linuxda 158 ta mashina mavjud ekan. Qiyinlik darajasi mana low, easy, medium va hard darajadagi hop mashinalar mavjud. Hop, hozirchalik biz external deyman bu yerga va menga mana bu yerda tayyor holatda Linux operatsion tizimi uchun menga mashina berildi. Hop, bu yerdan view qilaman. View qilganimda bu yerda mana download VM qilib yuklab olsam bo'ladi. Hop, yuklashni bosganimda bu yerda menga kod beradi. Bu kodni kiritamiz. Hop, V5KX8. Okay. Submit qilaman. Hop, decrypting file. Bu yerda download tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda mana yuklash jarayoni ketyapti. Hop, hozircha buni yuklashim shart emas. Bu yerdan cancel qilamiz. Chunki menda oldindan bular yuklangan tayyor holatda. Vaqt ketmasligi uchun buni yuklab qo'yganman. Hop, endi yuklab olganimizdan keyin buni qayerga o'rnatamiz? Hozir menda Kali mashinasi ishlab turibdi. Hop, Kaliga kirib oldim. Menda VirtualBox'ni ochaman va VirtualBox'ni ochganda tayyor holatda mana external, ya'ni Windows mashinasidagi tayyor holatda mashina o'rnatilgan. Buni yuklab olganingizdan keyin virtual muhitga sozlash uchun file bo'limiga kiramiz. Importni tanlayman-da. Shu yerdan download bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana external tayyor holatda bizga OVA formatda o'sha yuklangan. Buni tanlayman, open qilaman. Open qilganimda menga bu yerda xuddi shunga o'xshash mashina yuklanadi. Bo'ldi, bizga deyarli boshqa hech qanaqa qo'shimcha dasturlar kerak emas. Bitta Kali ishlab turibmanda, mashinani ishga tushiraman. Mana shu bitta narsa esimizdan chiqmasligi kerak. Masalan, Kali Linuxga o'taman, pastroq o'tib networkga qaraydigan bo'lsak, Kali Linuxim menda hozir Bridget adapterda turibdi. Virtual muhitdagi o'sha zaif mashinalarni ishlatayotganimizda ham network'i Bridget adapterda bo'lishi kerak. Kali qaysi tarmoqda bo'lsa, siz ishlayotgan mashina ham xuddi o'sha tarmoqda bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasi bir tarmoqda bo'lsa, keyin siz mashinani ishlay olasiz. Bo'lmasam mashina ishga tushiradi, lekin siz Kali orqali narigi mashinani tekshirishga imkon bo'lmaydi. Bu yerdan startni bosamiz. Hop, ozgina kutaman. Hop, bu yuklagungacha bu yerga o'tamanda qaranglar. Vulnhubda mashinalar juda ham ko'p bu yerda ham. Ya'ni siz o'ziga moslab, masalan deylik, qanaqa zaiflik?
SQLi qidiraylik. SQLi qidiradigan bo'lsak, SQL injection'da mana bizga SQL injection'ga mos bo'lgan, ya'ni turli xildagi laboratoriyalarni chiqarib beryapti. Bu yerda mashinalar juda ham eski, mana 2012-yilda, 2013-yilda joylangan mashinalar bor ekan, mana 14-19dagi. Lekin albatta Unix mashinalar juda ham yangi. Lekin bunda ham juda ko'p o'ziga kerak bo'lgan zaiflikdagi mashinalarni buzib o'rgansangiz bo'ladi. Hop, bizda mana mashina ishga tushishni boshlabdi. Hop, ozgina vaqt olishi mumkin, chunki bu yerda Windows operatsion tizimi ishga tushyapti. Menda hozir bir vaqtning o'zida, menda asosiyda hozir Windows ishlayapti va virtual muhitda Linux va unga qo'shimcha ravishda mana bu yerda Windows adashmasam 7 operatsion tizimi ishga tushdi. Okey, bo'ldi mana. Demak, Mac foydalanuvchi ekan. Biz bu yerda parolni bilmaymiz. Ya'ni parolni bilmagan holatda tizimga masofadan buzib kirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda ichidagi zaifliklarni aniqlaymiz va o'sha aniqlangan zaifliklar orqali, ya'ni tizimga to'liq buzib kirishimiz kerak, parolni bilmagan holatda. Demak, X qilib, minus qilib chiqib ketamiz. Bo'ldi. Bizda Kali tayyor holatda ishlab turibdi. Endi o'zimni bu yerda IP manzilimni ko'rib olaman. Xo'p, mana meni, ya'ni Kali mashinamdagi IP'im. Endi qaranglar, mana shu yerda men hozir Windows mashinasini IP'sini topib olishim kerak. Buning uchun menga routerda IP'si kerak bo'ladi. root-n komandasi orqali routerda IP'sini topib olaman. Mana routerning IP'si. Xo'p, shu yerda bizda sudo netdiscover komandasi orqali, ya'ni biz bilan bir tarmoqdagi barcha routerlarni, barcha qurilmalarni IP va MAC'larini olishim mumkin. Mana bu yerda IP'si, MAC manzili, nomi hammasini bizga bir vaqtda chiqarib beradi. Xo'p, buni to'xtatsak bo'ladi, chunki asosan biz virtual muhitda ishlayotgan mashinalarimizning nomi PCS System Technic YM5 degan nom orqali bizga ko'rinadi. Doim masalan Vulnhubda ishlasangiz ham mashinani yokida Vulnxda ishlasangiz ham xuddi shu nom orqali siz mashinani IP'sini topishingiz mumkin. Mana bizni mashinamiz IP'si, demak oxiri 197.13 IP ekan. Demak, bu yerdan CURL qilaman. Qani saytga IP'siga so'rov jo'natamiz, bizga qanaqa natija qaytyapti ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bizga bog'lanishga ruxsat bermayapti CURL bilan. Hop, bu yerda qani headerlarni tekshirib ko'ramiz. Yo'q. Bog'lanishga ruxsat yo'q deyapti. Qani ping so'rovini jo'natib beraylikchi. Lekin ping ketyapti. Hop, ping so'rovi yuborilyapti, lekin bu yerdan CURL orqali tekshiramiz desak, bizga hech qanaqa natija qaytarmayapti. Hop, endi qaranglar, mana shu yerda qani brauzerda buni ochishga harakat qilib ko'ramiz. Brauzerda ochsak, qanaqadir sayt ochiladimi yoki yo'qmi, buni bilib olamiz. Yo'q. Demak, bunda hech qanaqa sayt mavjud emas. Ya'ni bizda hozir Windows tizimi ishga tushdi, Windows operatsion tizimi, lekin u serverda hech qanaqa sayt mavjud emas ekan. Xo'p, yaxshi. Demak, buni qaysi portlari ochiqligi, qanaqa servislar ishlab turibdi, qanaqa zaifliklar bor, buni bir qator tekshirishni boshlaymiz. Bizga birinchi navbatda Nmap dasturi kerak bo'ladi. Ya'ni Nmap o'sha biz nishonga olgan mashinani, ya'ni IP orqali tizimni ichidagi zaif ochiq portlarni, portda qanaqa servislar ishlab turibdi, qanaqa versiyada ishlab turibdi, barchasini tekshirib topishimiz mumkin. Nmap qilaman deb, hop, tekshirmoqchi bo'lgan mashinani IP'sini kiritaman va bu yerga minus CV. Bu nima degani? Ya'ni skaner qiladi, ya'ni servislarni versiyalari orqali bizga chiqarib beradi. Dash CSC qilaman. Xo'p, bu bizga, ya'ni Nmapda o'zida default skriptlari bor, ya'ni default skriptlar asosan tizimdagi zaifliklarni aniqlash uchun o'zi default holatda turli xildagi skriptlarni jo'natib bizga tizimdagi kamchiliklarni chiqarib beradi.
Va bu yerda yana ham biz yuborayotgan so'rovlarni tezlashtirish uchun -t-tor komandasidan foydalanamiz. Xo'p, va bu yerda operatsion tizim haqida ham ma'lumot olish uchun -o bilan bo'ldi. Menimcha hozirchalik yetarli. Enterni bosaman. Ozgina kutamiz. Bizga Nmap bir qancha kerakli ma'lumotlarni chiqarib berishi kerak. Xo'p. %30 bo'ldi. Hop, bizda so'rov juda ham sekin ketyapti. Internetda muammo bo'lishi mumkin yoki server yaxshi ishlamayapti. Hop. Nimaga bizda sekin so'rov ketyapti? Xo'p, kelib bungacha hozir biz aniq qaysi portlar ochiqligini bilmasdan turib boshqa komandalar ham ishlata olmaymiz. Ular buni nomini hop bu yerga nmap deb nomlab qo'yaman. Okey. Ozgina kutamiz. Bo'ldi, mana bizga natijalarni chiqarib berdi. Xo'p, demak ko'radigan bo'lsak, bizda 135-port, 139, 445, 53, 57 va Windowsga tegishli bo'lgan, Windows serverga tegishli bo'lgan bir qancha ochiq portlarni chiqarib beryapti. Xo'p, demak bu yerdan bizga kerak bo'ladi. Qaylar? Mana shu yerda bizga eng kerakli portlar 139, 445-portlar ochiq ekan va bu yerda mana Windows 7 server ishlab turibdi deyapti. Windows 7 bu qo'llab-quvvatlash to'xtatilgan. Ancha bo'ldi qo'llab-quvvatlash to'xtatilganiga katta ehtimol bunda Windows 7 da 2017-yilda aniqlangan Eternal Blue zaifligi bo'lish ehtimoli bor. Chunki Windows 7 qo'llab-quvvatlash to'xtatilgandan keyin, ya'ni istalgan turdagi zaifliklarni sinab ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi 139 va 445-portlar asosan SMB portlari hisoblanadi. Ular to'g'ridan-to'g'ri Windows tizimlarida tarmoq orqali ma'lumot almashish imkonini beradi. Masalan, siz NetShare bilan turli xildagi tarmoqdan ma'lumotlarni almashmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir ma'lumotlarni qabul qilmoqchi bo'lsangiz, asosan mana shu 139 va 445-portlar orqali ma'lumotlarni qabul qilasiz va almashishingiz mumkin. Masalan, xo'p, oddiy holatda hozir albatta CMD ni ochaman. Mana shu yerda NetShare qiladigan bo'lsam, mana shu yerda hozir menda tarmoq orqali almashishim, ya'ni uzatishim mumkin bo'lgan menga bir qancha papkalarni ro'yxatini beradi. Bitta men desktopni, cdisk, dokument, download papkalarini tarmoq orqali bemalol uzatishim mumkin ekan. Ya'ni bu degani serverda xuddi shunga o'xshagan papkalar ochiq holatda turgan bo'lsa, ya'ni hakerlar masofadan turib sizni kompyuteringizga ulanishi, ichidagi ma'lumotlarni o'g'irlashi, ichiga zararli kodlarni joylashi va istagan ishini amalga oshirishi mumkin. Uning uchun ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni tizimlarda xuddi shunga o'xshagan papkalar ochiq holatda qolib ketmasligi va bu yerda masalan deylik NetShare deb turib masalan dokumentni ko'raylik. Dokumentsni ko'radigan bo'lsak, bizga access is denied, ruxsat yo'q deyapti. Hozir buni administrator qilib ochib olaman. CMD administrator sifatida ishga tushiramiz buni. Yes. NetShare of documents. Xo'p, mana bu yerda aytayaptiki, bizda userlarga cheklov yo'q ekan. Bu yerda hamma uchun o'qishga ruxsat bor ekan. Demak, istalgan odam kirsa,
dokument papkami ichidagi istalgan ma'lumotni o'qishga ruxsati bor deyapti. Ya'ni biz bu yerda 139.445 portlari orqali masofadan Windows tizimini ichidagi papkalarni ko'rishimiz, ya'ni tarmoq orqali uzatilishi mumkin bo'lgan, ya'ni printerlar bo'lishi mumkin yokida boshqa papkalar bo'lishi mumkin, o'shalarni ko'rsak bo'ladi. Va mana shu yerda Windows 7 bo'lgani uchun biz bitta ya'ni 2008-yilgi RX server ishlab turibgan bu yerda va operatsion tizimda Mac PC nomli user ishlatyapti. Buni boshda ham ko'rdik. Endi qaranglar, Nmapda mana shu yerda Nmap qilamanda, xo'p, saytning IP'si va -p 445, ya'ni 445-portni tekshir va mana shu yerda --script komandasi orqali smb shu yerda chiziqcha vuln chiziqcha ms17 chiziqcha 010 zaifligini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu qanaqa zaiflik? Bu o'sha Windowsning eski versiyalarida 2017-yilda aniqlangan Eternal Blue zaifligini alohida Nmap orqali tekshirish skript hisoblanadi. Va bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana bizga bu bizda hozirgi ishlayotgan tizimimizda mashinada zaiflik bor, ya'ni vulnerable deyapti. Remote code execution vulnerability in Microsoft SMB version 1 servers deyapti. Ya'ni shu Microsoftda SMBni birinchi versiyasida deyapti, masofadan kod bajarish zaifligi mavjud ekan. Va bu mana 2017-yilda aniqlangan zaiflik hisoblanadi. Bu yerda high darajadagi zaiflik ekan bu. Demak, shu yerdan bunday qilamiz endi. Qaranglar. Xo'p, menga brauzer kerak bo'ladi. Brauzerga o'taman. Xo'p, endi surib chiqib ketamiz. Xo'p, mana shu yerdan endi xo'p, qidiramiz. Kelar, Googledan qidirmaydi. Bizga qulayroq bo'lgan Kalini o'zida hammasini bajarib qo'yamiz. Bu yerda yangi sahifaga o'taman va buni nomlab olaman. Search exploit. Okay, bu yerga yozaman. Search exploit. Xo'p, ms17 chiziqcha 010 deb qidiramiz. Mana bu yerda aytyapti, Windowsda SMB remote code execution zaifligi va bu yerda Eternal Blue zaifligi ham bor deyapti. Xo'p. Demak, biz search exploit orqali biz qidirgan zaiflikka tayyor zararli kod borligini topdik. Endi buni kelar Metasploit mashinasi orqali buzishga harakat qilib ko'ramiz. MSF konsol orqali men mana shu hozirgi ishlab turgan mashinani buzishga harakat qilaman. Bu yerda hozir bizda mana 5 ta 6 ta zararli kod bor ekan. Bu zararli kodlar orqali bitta mana Pythonda yozilgan kod, Rubyda yozilgan kodlar mavjud ekan. Xo'p, demak mana Metasploit mashinani ishga tushirib oldim va men qidiraman endi bu yerdan search deb qidiraman. Search Metasploitable ichida turli xildagi zaifliklar uchun tayyor buzib kirish uchun kodlarni qidirish imkonini beradi. Shu yerda Eternal Blue deb qidiraman. Qidiradigan bo'lsak, mana bizda Eternal Blue uchun bizga turli xildagi zararli kodlarni chiqarib berdi. Va eng birinchiga qaraydigan bo'lsak, mana SMBda MS17 010 Eternal Blue zaifligi mana 2017da remote masofadan Windows kernelga kirish deyapti bu yerda. Xo'p, demak, keling mana shuni tanlaymiz. Bu yerda aynan mana shu 0-indeksdagi zararli kodni tanlashim kerak. 100 deymanda 0 desak ham bo'ladi yoki 100 deb turib mana shu pazni berib qo'yishim kerak men. Buni kopiya qilib olaman. Demak 100 0 yoki 100 shu pazni berib enterni bosamiz. Xo'p, bizda mana zararli
skriptni ichiga kirib oldik. Ya'ni tizimga buzib kirish uchun bu yerda show options qilaman. Show options qiladigan bo'lsak, mana bizga mana shu yerda tizimni ichiga hop buzib kirish uchun tayyor holatda sozlamalar bo'limi. Bu yerda required qismi bor. Requiredda rhost majburiy ekan, rport majburiy ekan. Verify target arxitektorlar o'zi tayyor holatda belgilangan va bu yerda alhost va rportlar bizda kiritilgan tayyor. Biz shu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi hozir. Rhost, ya'ni bu rhost nima? Remote host hisoblanadi. Masofadan buzib kirishimiz uchun biz IP manzilni tepada ishlatgandik. Xuddi shu IP ni biz kiritishimiz kerak. Xo'p, unda emas ekan. Bu yerga o'tamiz. Va bu yerdan if config qilamanda o'zimni mashinamning IP'sini tekshiraman. 17. Xo'p, bu yerga o'tib bitta pastroqqa tushamiz. Mana, ya'ni bu lhost, local host, ya'ni bu bizni o'sha Kali mashinamizni IP'si hisoblanadi. Bu yerga yozaman set r host deyman. Host emas, hosts. Turib IP ni kiritamiz. Enterni bosaman. Show options. Mana IP kiritildi. Portni o'zgartirmaymiz chunki biz 445-portga masofadan hujum amalga oshirishimiz kerak. Bo'ldi, deyarli boshqa hech qanaqa o'zgartiradigan joyi yo'q ekan. Bu yerdan run komandasini yozib enterni bosaman. Va bizga mana tizimni zaif deb topyapti va tizimga buzib kirish uchun kerakli buyruqlarni bajaryapti. Ozgina kutamiz. Mana bitta session ochildi va bizga tizimga ulanish amalga oshirildi. Ya'ni MetaPrater yozuv chiqadigan bo'lsa, biz tizimga muvaffaqiyatli ulangan bo'lamiz. Va qaranglar, mana shu yerda biz shunchaki birinchi navbatda Nmap orqali qaysi portlar ochiqligini topdik va Windowsni eski versiyasi bo'lgani uchun, ya'ni SMB ni o'sha Eternal Blue zaifligi bor yoki yo'qligini tekshirdik. Borligini topdik va topganimizdan keyin unga zararli kod qidirishni boshladik. Mana zararli kodni topdik, Metasploitable orqali mashinaga buzib kirishga muvaffaq bo'ldik. Va bu yerda ls qiladigan bo'lsam, xo'p, mana bizga Windows mashinani ichidagi barcha ya'ni ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Xo'p, biz qayerdamiz? Kelar shu yerda shell deydigan bo'lsa, MetaPrater yo'qoladi. Bo'ldi, mana biz to'g'ridan-to'g'ri Windowsni SDISni ichidagi System 32 papkasida turibmiz ekan. Demak, bu yerdan asosiy rootga o'tamiz. Dir deyman, mana bu yerda usersga kiraman. Users dir. Mana bu yerda mic useri bor ekan, cd mic ga kiraman. Va mana mic userning ichidagi ma'lumotlari. Va mana shu yerda get uid qiladigan bo'lsak, yo'q, nima edi? Get id. Hech chiqarmayapti. Xo'p. Get uid. Bizga chiqarmadi. Qaysi userdaligimizni. Xo'p. Mana shu yerda bunday qilishimiz kerak edi. Bu get uid bizda hozir bu yerda ishlamasdi. Xo'p, adashmasam mana bu joyda shell yozishimizdan oldin mana MetaPrater holatida biz get uid komandasini kiritadigan bo'lsak,
bizga NT Authority System yozuvini chiqarish kerak. Bu NT Authority System qanaqa user? Ya'ni hozir shu yerda who am I deydigan bo'lsam, men mana NT Authority System userda ekanman. Ya'ni NT Authority System useri tizimda eng katta administratordan ham katta huquqqa ega bo'lgan user hisoblanadi. Demak, men hozir tizimda ichida istalgan ishimni bajara olaman. Ya'ni oddiy user sifatida buzib kirmadim. Masalan, deylik, tasavvur qilishlar uchun aytaman. Birorta bank tizimi, bank demaydi, birorta tashkilot tizimiga masofadan tarmoq orqali buzib kirdingizda, buzib kirganingizda tarmoqdagi birorta oddiyroq xodimni kompyuterga buzib kirdingiz. Ya'ni oddiyroq xodim ishlatadigan kompyuterda siz to'liq tizimni boshqarish imkoni bo'lmaydi. Endi siz o'sha ya'ni tizimni to'liq boshqarish uchun o'zingizni ruxsatingizni oshirishingiz kerak. Ya'ni oddiy xodimni kompyuterdagi lavozimingizni yuqori daraja, ya'ni administratorgacha ko'tarishingiz kerak. Ya'ni bu privilege escalation yoki post exploitation deyiladi. Bu yerda biz tizimda o'zimizni ruxsatimizni oshirishimiz kerak bo'lmadi. Chunki mana bu Eternal Blue zaifligi to'g'ridan-to'g'ri tizimdan root huquqini olish imkonini bizga berdi. Ya'ni biz hozir bu yerda tizimda administratordan ham yuqori bo'lgan ruxsatga ega bo'lgan userdamiz. Ya'ni bu yerda istalgan ishimizni qilishimiz mumkin. Masalan, shu yerda hop net user qiladigan bo'lsam, userlarning ro'yxati administrator user bor ekan, Mac useri. Va biz user yaratishimiz ham mumkin. Masalan, net user qilamanda, masalan /add qilib turib, hop masalan deylik Neuronix va bu yerda hop parolni o'zimiz berar ekanmiz. Qo'lda net user /add masalan Kali QWERTY 123 mana. Ya'ni ba'zi adashmasam ispanchami qanaqadir yozuvda turibdi. Bu yerda net user qiladigan bo'lsam, menda mana Neuronix user ham, Kali user ham qo'shildi. Mana shu yerda net user Kali deydigan bo'lsam, mana Kali userim haqida menga qachon yaratilganligi batafsil ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Demak, bu yerda siz tizim ichida istagancha amal bajarishingiz mumkin. Masalan, kelib mana shu Kali userini administrator huquqini berib qo'yaman Kali userga. Shu yerda net komandasini yozamizda, bizda local group bor. Net local group deyman. Local group deydigan bo'lsak, hop, bu yerda guruhlar ro'yxati yo'q ekan. Nimaga? Net local group. Hop, administrator guruhi ham mavjud emas. Demak, guruhlar ro'yxati yo'q ekan. Qani biz yangi guruh yarata olamizmi? Net local group so'roq qilaylikchi. Group emas, group qilar ekanmiz bu yerda. /add bilan guruh qo'sha olaman ekan. Xo'p, mana shu yerda guruh yaratishga harakat qilib ko'ramiz. /add deymanda, masalan, deylik administrators adashmasam, administratorlar guruhining ro'yxati, nomi. Qaytadan net local group qilaman. Ruxsat bermadi bizda. Demak, bu yerda hozir bizda o'zi guruhlar ro'yxati bor, lekin guruhlarga kirishga ruxsat yo'q ekan. Mayli, bu yerda mana net user qilib, muhimi biz user yaratdik, o'zimiz userimizni, va o'sha user orqali endi bemalol tizimga kirishimiz mumkin. Va bu yerda Mac userning ichida yana nimalar bor? Xo'p, bu yerda masalan desktop, download, dokumentlar bor ekan. Endi o'sha yerdan cd, xo'p, desktopga kirib ko'raman. ls qilamiz. Yo'q, ls ishlamaydi. Biz Windows tizimining ichidamiz. Dir qiladigan bo'lsak, mana. Demak, biz flagni topdik, ya'ni user flag va root flag bor ekan bu yerda. Keling, masalan, shu yerda ketmas type komandasi orqali
Mana user flag, root flagni ham ochishga harakat qilib ko'ramiz. Mana root flag ham ochildi. O'zi asli qaranglar, mana shu yerda juda ko'p mashinalar ishlatganingizda user flagni ochishga ruxsat bor, root flagni ochishga ruxsat yo'q bo'ladi. Chunki siz qachonki rootga ko'tarilganingizdan keyingina root flagni ochishga ruxsat bo'ladi sizda. Biz hozir to'g'ridan-to'g'ri tizimga buzib kirganmiz, root foydalanuvchi sifatida buzib kirdik va endi biz rootga o'tishimiz shart emas. Chunki o'zi biz rootdan ham yuqori bo'lgan eng katta administrator userda turibmiz. Bizi asosiy maqsadimiz mana shu flaglarni qo'lga kiritish. Ya'ni CTFlarning maqsadi shu. Ya'ni CTF ishlatganingizda sizda user flag beriladi, root flag beriladi va o'sha flaglarni topsangiz, mashinani muvaffaqiyatli bajargan bo'lasiz. Va bu laboratoriyaning asosiy maqsadi Eternal Blue zaifligini hozirgi kunda ham ishlab turganini, ya'ni ko'rsatish va agarda mabodo siz birorta Windows tizimini tekshirgan paytingizda Windowsning eski versiyasi bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda mana shu zaiflikni tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Masalan, qaranglar, shu yerda hozir 1 minut. Xo'p, aytib chiqib ketaverar ekanmiz. Shu yerda Shodan sayti bor. Ya'ni Shodan sayti butun boshli internetni indekslaydi. Ya'ni har internet qurilmalarni, ya'ni internet orqali ishlaydigan qurilmalarni indekslaydi va biz Shodan orqali butun boshli qurilmalarda servislari, qaysi portlari ochiq, qanaqa tizimlar ishlab turibdi tekshirishimiz mumkin. Masalan, keling shu yerda tekshirib ko'ramiz. Masalan, hozir butun dunyo bo'yicha operatsion tizimi, xo'p, Windows deylik. Windows bo'lgan nechta tizim ishlab turibdi? Mana 12 milliondan ortiq, salkam 13 millionta Windows operatsion tizimi, ya'ni bular hammasi Windows serverlari ishlab turibdi. Xitoyda 5 millionta, Amerikada 2 milliondan ortiq, Germaniyada endi shu yerda davlatlarga moslab turib filtrlash bo'ladi. Masalan, country deymanda o'z deydigan bo'lsa, O'zbekistondan nechta? Hop, ko'ramiz hozir internetda mana muammo bo'lyapti. Country uz. Hop, nimaga muammo chiqdi bu yerda? Country hop yozilmadi bu yerga. Hop 2.uz. Mana 4064 ta O'zbekistonda ishlab turibdi ekan. City masalan 2 nuqta qilamanda Fergana. Tekshiramiz. Farg'onada 6 ta Windows serverlari ishlayapti ekan. Hop, masalan bu yerda tekshiramiz. Version masalan Windows 7 desak chiqarmikan yoki buni qo'shtirnoqqa o'rashimiz kerak bo'ladi, adashmasam. Windows yozishimiz shart emas. Chunki biz operatsion tizimda Windows deganmizda. Versiyasini chiqaraylik. Versiyasi 7. Demak, Farg'onada yo'q ekan. O'zbekistonda o'zidan nechta ekan? Windows 7 ishlayaptimi? Yo'q, bu yerda versiyasi bo'yicha biz ma'lumot qidira olmas ekanmiz. Ana shu yerda portlar bo'yicha qidirishimiz ham mumkin. Port deb turib 2.445 degan bo'lsam, mana 108 tasida 445-port ochiq. 445-port ochiq bo'lgandan keyin hozirgiga o'xshab bemalol biz mana bu operatsion tizimi Windows 6.1, bitta Windows Server 2012, Windows Server 2016. Ya'ni bularda ham qanaqadir konfiglar bor. 2012-yilda biz hozirgi ishlagan zaifligimiz 2017 da aniqlangan. Demak, katta ehtimol Windows 2012 da ham, 2016 serverlarda ham biz hozirgi ishlagan zaifligimiz bor. Bularni tekshirib ko'rsa bo'ladi.
Masalan, bu yerda yana 445 emas, 3389 port bor. Hop, 389 port bu RDP port hisoblanadi. RDP qanaqa port? Bu Remote Desktop Protocol hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda ham yozib qo'yilgan nomi, masofadan kod bajarish mumkin bo'lgan protokol. Mana bu yerda administrator kompyuter ishlab turibdi, bitta Javod, Rec1 degan yuzerlari bor ekan. Hop, undan tashqari yana bu yerda qaysi kompyuter internetda ishlab turibdi. Bu yerda ham kompyuter, mana 2012-yilgi server. Bular Windows 10. Windows 10 ham o'tgan yili qo'llab-quvvatlash to'xtatilgan. Bunda ham o'ziga yarasha zaifliklari bor. Mana biz mana shu yerda mana internetdagi jamiki qurilma. Mana bu Windows 7. Windows 7 da hozir 3 ta user ishlab turibdi ekan. Masalan, buni ichiga bosadigan bo'lsam, aynan mana shu qurilma haqida menga batafsil ma'lumotlarni chiqarib beradi. Demak, shudan ham alohida bitta darslik qilib chiqaraman. Hozir sizlarga sodda qilib, ya'ni Windowsda kerak bo'ladigan qismlarni ko'rsatib ketaman. Ya'ni kerak bo'ladigan filtrlarni. Bu yerda biz shudan asosiy bo'limiga o'tsak, mana bu yerda juda ko'p filtrlar bor. Bu yerda mana siz bu filtrlar orqali butun boshli internetdagi barcha qurilmalar haqida ma'lumot topsangiz bo'ladi. Ya'ni biror kun ko'ramiz, shudan bo'yicha alohida bitta filtrlardan foydalanib darslik qilib chiqaraman va shudan orqali internetdagi IP kamerani zaifligini aniqlab, kameralarga buzib kirishni ham dars qilib chiqaraman, xudo xolasa. Xo'p, agarda qanaqadir mashinani ishlashda tushunmay qolgan joylar bo'lsa, izohlarda yozsanglar, javob berib ketaman. Xo'p, e'tiborlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.